Assalomu alaykum, qadrli mol boquvchilar. Mana arzon va sifatli mol boqish usulini sizlarga o'rgataman. Mana bu maslahatimiz bo'ladi bizga. Qopi 15 ming so'm. Bitta qop 15-20 kilo chiqadi, 15 ming so'm. Mana bu kukuruz bo'ladi. Kukuruzni kepagi. Bu 30 ming so'm bir qopi. Mana mayda, top-toza, ichida hech qanaqa musor nimasi yo'q. Makkadan tayyorlangan. Mana bu kukuruzimiz bo'ladi. Bolalar sevib iste'mol qiladigan ham kukuruzi отходи. Top-toza mana. Odamlar yesa ham bo'ladi buni. Mollarga mana sizlarga ko'rsataman mana. Maslahatimizdan bitta nima solamiz? Mana. Kukuruzimizdan bitta solamiz. Maslahatdan yana bitta. Mana kukuruzimiz kepagidan yana bitta. Mana ko'ryapsizlar, bir tog'ora yem bo'ldi. Mana nimamizdan bitta sovuramiz. Solaveraman ko'proq. Bir tog'ora yem bo'ldi mana. Mana bu kukuruzimizni qopi 15 ming so'm. Maslahatimizni qopi ham 15 ming so'm, kukuruzimizni kepagining qopi 30 ming so'm. Mana bir tog'ora yem bo'ldi. Arzon. Ozgina suv aralashtirib nima qilamiz? Mana sigirlarga beryapman. Mana jonivorlar yaxshi. Buzoqlarim yeydi mana buzoqlarimiz. Mana ichkarida biz 2,5 oydan beri boqyapman mana buqalarni. Mana jonivorlar mana. Mana 220-230 oshiq toshi bor. Tog'olasa 1,5 oy tayyor bo'ladi bular. Faqat o'sha narsa berib boqaman, boshqa narsa berib boqmayman. Jonivorlar mana o'ynab turibdi. Mana kukuruzning ovozini eshitganda o'zi bular ishtahasi yaxshi, Alloh. Lekin bu rosa suvni ko'proq ichadi bular. Suv ichgan molda o'zgarish yaxshi bo'ladi. Olib keling. Ha, sigirlarga bergan doli. Buqalar tukumini.